ro'za shunchaki och qolish emas, balki butun tanamiz uchun haqiqiy yangilanish jarayoni. Bugun sizga ilmiy jihatdan isbotlangan ro'zaning foydalari haqida gapirib beraman. Videoni oxirigacha tomosha qiling. Sizni hayratga soladigan faktlar kutmoqda. Birinchi fakti: autofagiya, tananing o'zini tozalashi. Tana ro'za paytida o'zini o'zi tozalash jarayoniga o'tadi. Olimlar bu jarayonga autofagiya deb nom beradi. 2016-yilda yaponiyalik olim Yoshinori Osumi autofagiya borasidagi tadqiqot uchun Nobel mukofoti oladi. Bu jarayon hujayralarni yangilaydi, zararli moddalardan tozalaydi va hatto qarish jarayonini sekinlashtiradi. Ikkinchi fakti: immunitetni mustahkamlash. Ro'za immunitetni kuchaytiradi. Ro'za vaqtida organizmimizda zararli eski hujayralar yo'q qilinadi va yangilari hosil bo'ladi. Olimlarning tadqiqotlariga ko'ra, 3 kunlik ro'za yangi oq qon hujayralarini ishlab chiqarishni boshlaydi. Bu esa kasalliklardan himoya qiladi. Uchinchi fakti: asab tizimi va xotirani yaxshilash. Sizga qiziq fakt: ro'za asab tizimini tinchlantiradi va xotirani mustahkamlaydi. Ro'za paytida tanamiz BDFN, ya'ni Brain Derived Neurotonic Factor degan moddani ko'proq ishlab chiqaradi. Bu modda stressni kamaytiradi, xotirani kuchaytiradi va depressiyaga qarshi kurashishdan yordam beradi. To'rtinchi fakti: ro'za va semizlikka qarshi kurash. Ro'za vaqtida tana energiya uchun yog' zaxiralaridan foydalanishni boshlaydi, ya'ni ortiqcha yog'lar yonib ketadi. Aynan shuning uchun ko'plab olimlar intermittent fasting, vaqti bilan ro'za tutish usulini semizlik va diabetga qarshi samarali usuli deb hisoblashadi. Va oxirgisi xulosa va chaqiriqlar. Demak, ro'za shunchaki ibodat emas, balki organizmimiz uchun haqiqiy tozalash va yangilanish jarayoni. Tananing o'zini tiklashi, immunitetni kuchaytirishi, asab tizimini mustahkamlashi va ortiqcha yog'larni yo'qotishi. Bularning barchasi ilmiy jihatdan isbotlangan. Shu sababli Ramazonni sog'lom va foydali odatlar bilan o'tkazishga harakat qilaylik. Ko'rishguncha salomat bo'ling.